Do'stlar, endi so'roq qo'shimchasiga o'tdik. Mana ko'rdingizmi, bularning hammasini o'zim tayyorladim. Umid qilamanki, sizlar uchun ham qiziqarli bo'ladi. Turk tilida so'roq gapi qilish uchun yana gapning oxiriga unli tovushlarga qaraymiz do'stlar. Shunga qarab bizda 4 xil so'roq qo'shimchasi bo'ladi. Men bu yerga yozdim. Birga ko'raylik. M, mi, mu va mu qo'shimchasi. O'zbekchada faqat bitta bo'lganda, bizda shu 4 ga ajratiladi. Buning sababi ham yana u qulog'imizga noto'g'ri eshitilganligi uchun. Qalin va ingichka unli ayrimlari uchun biz 4 ta tayyorlaganmiz. Tilimizda 4 ta bo'lgan bu. Endi bularni javoblarini yozaylik. Undan oldin yana bir aytay qisqaroq. Nima degandik biz do'stlar? Agar oxiri unli a bo'lsa yoki i bo'lsa, mana bu yerga yozaman. A yoki i bo'lsa, so'roq qo'shimchamiz m bo'ladi. Yana oxirgi unli e yoki i bo'lsa, yozaman. E yoki i harf bo'lsa, so'roq qo'shimchamiz mi bo'ladi. Oxirgi qo'shimchamiz oxirgi unli harfimiz o yoki u bo'lsa, xunuk yozyapman. U bo'lsa, so'roq qo'shimchamiz mu bo'ladi va ö yoki u bo'lsa, mu deb qo'shib so'ramiz. Bo'ldi, endi javoblarga o'taylik. Do'stlar, bu masami. Ko'rdingizmi? Masa bo'ladi bu. Hozir o'zbekchasi esimda yo'q. Undan nima deymiz? Evet. Ha. Bu masa. Bu nima edi? Ko'rsatish olmashi. Ikkinchisi, bu evmi? Ev, ko'rdingizmi? Ev ekan. Uy. Evet, bu ev. Evet. Bu ev. Mana. Bu koltuk mu? Do'stlar, bu quti. Türk tilida aynan quti bo'ladi. Koltuk ise o'rindiq, divan, o'tiriladigan joy. O'shanda bu koltuk bo'lmaganligi uchun biz javobni qanaqa yozamiz? Hayır, yo'q, hayır. Bu koltuk değil. Do'stlar, biz hali değilni o'rganmadik, ya'ni emas degan ma'noga shu negativ jumlalarda buni ko'pincha ishlatamiz. Bunga ham o'tamiz, keyin anglataman bularni. Hozircha shuni biling. Hayır, bu koltuk değil. O'shanda bu nima edi? Quti. Bu quti. Ko'rdingiz? Yana oxirinchi savolimiz esa bu uzummi? Do'stlar, uzum bir xil. Bu nima bu? Olma, elma ya'ni. Demak, javobimiz nima bo'ladi? Hayır. Bu üzüm değil. Bu elma. Ko'rdingiz-a, unchalik qiyin emas. So'roq qo'shimchasi ham yana shu qalin va ingichka unli tovushlarni
yaxshi bilishingiz bilan osonlashadi. Hech qachon siz qiynalmaysiz, faqatgina shu qoidalarni bilishingiz kerak. Qachon bularni ishlatish kerakligini yodlab olish kerak. Bularni ko'paytirish yana mumkin. Agar sizning ham esingizda bo'lsa, nimadirlar izohlarda yozing, men tekshiraman. Sizlar endi darsimiz deyarli tugayapti. Bir nechta oddiy iboralar, turk tilida oddiy iboralarni yozib chiqaman. Bularni menimcha bilsangiz kerak, lekin bilmaganlar uchun yozamiz yoki faqatgina takror bo'lsin. Boshida nasılsınız? Nasılsınız? Shu hurmatli aytilishi nasılsınız? Shuniki sanlash tilida ise nasılsın? Ya'ni qalaysiz yoki qalaysin. İşler nasıl? İşler nasıl? Bu degani ishlar yaxshimi, ishlar qalay ketyapti degan ma'noda. Biz turklar ko'p ishlatamiz. Ishlar nasıl? İşler güçler nasıl? Shunaqa. Yana javobi esa nasıl olsun, iyi işte. Uni ham yozib qo'yay. Voy. Hayajonlanib ketdim. Nasıl olsun? İyi işte. Bunu ko'p ishlatamiz. Nasıl olsun, iyi işte yoki idare eder. Juda xunuk yozdim ha. İdare eder. Buni ham ko'p ishlatamiz. İşler nasıl yoki nasılsınız savoli tug'ilganda sizga kimdir so'rasa, shuni aytishingiz mumkin. Nasıl olsun, iyi işte. İdare eder. Juda tabiiy yo'li bu. Yana juda g'alati bo'ldi. Qayerga yozsam? Bu yerga yozay uni yashil bilan. Teşekkürler. Bunu bilasiz. Menimcha. Teşekkürler. Rahmat. Yoki çok sağ olun. Çok sağ olun. Kattakon rahmat. Buni juda hurmatli sifatda aytishingiz mumkin. Yana oxirinchisi rica ederim. Rica ederim. Rica ederim. Yani arzimaydi. Kimgadir teşekkürler deb aytsangiz, u sizga arzimaydi sifatida rica ederim deb aytadi yoki shuning o'rniga, rica ederim o'rniga ne demek? Aslida biz buni ko'p ishlatamiz. Ne demek? Ne demek? Ne demek? Yani meni senga qilgan yordamim unchalik qiymatli emas. Men charchamadim ma'nosida. Yani ne demek? Her zaman. Ne demek? Her zaman sana yardım edebilirim. Shu ma'noda do'stlar. Mana do'stlar, darsimizni tugatdik. Umid qilamanki zerikmadingizlar. Siz uchun qiyin bo'lmadi. Agar esingizda biror savol bo'lsa yoki qiynalgan joyingiz bo'lsa, shuni izohlarda qoldirishingiz mumkin. Yozib yuboringlar, men o'qib chiqaman. Inshaalloh davomiy darslarni ham qilib yuboraman. Darsni ko'rganingiz uchun rahmat. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. O'zga ehtiyot qilinglar. Xayrli kun.